Assalamu alaykum, hörmətli Uyğur TV görülmənləri. Uyğur TV kanalımızdan bugünkü söhbət proqramımızı görüşünüzü qarşılamız. Biz bugünkü söhbətimizdə Təklimakan Uyğur nəşriyyatının qurğucusu bolğan Abdicəlil Turan əpəndi bilan söhbət edib barmaqçı. Qınındaqda da qıtanlar söhbətimizdə bolsun. Assalamu alaykum Abdicəlil aka, qanday ahvalınız, salamatligingizmi? Aleykümselam, salamatсызбы, yaxşıdırсыз? Yaxşı, Allah şükür. Aldı bilan bizning studiyamızga hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Aka, aldı bilan sizni bir qisqacha tunib chiqqan bo'lsak, Turkiyaga qachon kelgandingiz aka biz? Aldı bilan men televizyon köküçe qarindoshlarga salom yollayman, shundan boshlaydi. Men Turkiyaga 1987-yili kelgan. Türkiye kelishdan burun biz 1983-yili Xotandan ayrılıb, hajik baramızda Pakistan'a kelib, Pakistan'dan rasmiyatını tamamlab, yani Saudi Arabistan'a berip hajik qilib, yani yeni Pakistan'a qaytdıq. Pakistan'da 5-6 ay tuğandan keyin 94 axırlaşdı. 94'ün axırında Mısır'a berip, yani Mısır'da 2,5 yildek Azhar Üniversitesi'ndeki Dulqoddura Üniversitesi'nde 2 yıl okup 87-yili Türkiye'ye qaytib kelgan. 87-yildan qısa azar 32 yılga yaqin bo'ldi. 33 yıl bulavadı da Türkiye'de yaşayıp kelyapmiz. Unda siz bu Türkiye'ye kelgandan keyin nima ishlar bilan shug'ullandingiz? Türkiye'ye kelgandan keyin 87-yili keldik. 89'ning oxiri 90-yillargacha vatandaşlık işlerimizni hal qilamiz deb uning keyindan yurib ancha-muncha ushak tijorat bilan bo'ldik. 89'ning oxiri Türkiye vatandaşlık işimiz meselesi hal oldu. Ondan keyin 5 yıl ushak tijorat bilan bo'ldik. Vatanga mal veradigan, yani bazı narsalarni ekildigan. Şununla bilan beraber 1992-yili 13 ayınınki 13-15 kunlar Türkiye'de tunji qatim bütün dünyadaki Uyghur teşkilatlarının qatnaşışı bilan Şarq Türkistan Milliy Qurultayı bir qurultay ötkazildi. Ocaqda çok mühim adamlar, peshqadam inqilobchilarimiz, dahiylarimiz beydi, İsa Efendim beydi, Paşa beydi, Muhammed Reza Paşa degan kishi. Bularning rahbarligida Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, bütün Avropadan, Amerikadan kelgan mimarlarning ve dağdığılık Şarq Türkistan Milliy Qurultayı ötkazilgan. Yani hozirgi Dünya Uyghur Qurultayının asası da var bunda. Bu qurultaydan keyin biz Türkiye'deki yaşlar bir yer kelib 93-yili Şarkı Türkistan yaşlara da bir gazete çıkardık. O gazeteninki baş tahrir bulup nima qildik, onu etsen gazete çıktı. O keyin o gazete taraqqiy qilib jurnalga o'zgardi. Shunday qilib o 2000-yillargacha davom qildi. 95-yillardan boshlab yana yan tarafma o'zim shaxsiy kuchim bilan nashriyatchilikqa kirishib, kitob nashr qilishga boshlab, buni hozirgacha davom qilib kelyapman. Siz bu 95'ten başlayıp neşir yetine başlamışsınız. Undaqda bu hozirgacha köpleyen kitaplarni neşir qildingiz. Bu kitaplarni, bu neşirlaringizni qaysi kasbdagilar ko'proq o'qiydi? Buni ziyolilar, asosiy ijtimoiy fan sohasi, adabiyotchilar, tarixchilar o'qiydi. Undan keyin umumiy kitobxo'rlar o'qiydi. O'quvchilar o'qiydi. O'quvchilar asosiy Turkiyadagi o'quvchilar va boshqa Yevropadagi boshqa yerdagi o'quvchilar o'qiydi. Bu kitap o'qishninki doirasi hamda maxsus bir kasbga nima qilib bo'lmaydi. Tabiiy fan kitoblarini shu fanliklar o'qiydi. Ijtimoiy fan kitoblarini tabiiy fanliklar o'qiydi. Ijtimoiy fan o'qiydiganlar o'qiydi. Tarixchilar o'qiydi, adabiyotchilar o'qiydi. Iqtisodshunoslar o'qiydi. Hammasi o'qiydi endi buni. Asos umum xalq o'qiydi desak bo'ladi. Shundoq. Undaqda bu 2019-yili bu Şarq Türkistan'dan qisqacha tarihi degan kitobni nashr qildingiz. Bu Şarq Türkistan'dan bizning tariximizni anlatadigan, tushundiradigan kitoblar, bundan boshqa kitoblar mı bor? Shundoq turuqliq bu kitobni nashr qilibsiz. Bu kitobning o'zgacha alohidligi bormi aka? O'zgacha alohidligi bor, shuni tushuntiray. Haqiqatan siz degandek Şarq Türkistan tarixi haqida kitaplar bor. Bizning Uyg'urlar tarafidan yozilgan kitaplar bor. Bir tane aytgan vaqtda jaqba degan bo'lmaydi. Ondan kitap yo'q. Ammo bor yana, masalan Turg'un Albasninki Uyg'urlar bor. Muhammad ibn Bug'raninki Sharq Turkiston tarixi bor. Hamdullo Tarimninki Turkiston tarixi degan kitaplar bor. Bir necha kitaplarni sanab o'tish mumkin. Buni yozishga ikki sabab ham. Biri 80-yillardan tortib yozilyapti, ammo 90-yillardan tortib aytacak Xitoylar tarafidan Uyg'ur tarixi
bormilnib, o'zgartirilib, yaqinda bir paydo bo'lib qolgan xalq deganda yomon qarazlar bilan jiq kitoblar yozildi. O sanab bo'g'il bo'lmoqda kitoblar yozildi. Maxsus guruhlar tomonidan yozildi, yolg'iz tadqiqotchilar tomonidan, Xitoy tarixchilar tomonidan nurg'un kitoblar yozildi. Bu bir tarafi. İkinci, bizning Uyg'urlar tomonidan yozilgan bu kitoblar biroz ilmiy saviyasi yuqori kitoblar. Jiq naqllarni olgan Xitoy Yevropa manbalaridan, Xitoy manbalaridan foydalanib umumga emas bir tarixni rasmiy ilmiy shaklda tushuntirimizda biroz murakkablashtirgan kitoblar. Muhammad bin Buğra'nın Sharq Turkiston tarixi shundoq u murakkabroq biroz. Bizning buni yozishdagi sabab yaqinda bu odamimiz bilgandek Turkiyada tuvan seviyedeki kitap xumarlar avdi. Mesela bu kitap qiziqmaydiganlar keyingi bu yerdagi tashviqotning Sharq Turkistonda bo'lgan vaziyatning taqozosi bilan kitap o'qib o'zimizni biroz taraqqiy qildiraylik, binosini o'rganaylik deydiganlar ko'paydi. Ikkinchi bu Qur'on kursi olgan hozir kurslar va Qur'on kurslari shaxsiy maktablar. Bu yerda tarix, adabiyot o'qitsak degan nimalar bo'ldi, o'qisak degan talablar bo'ldi. Bunun kitap yo'q bo'ldi. Men shuni o'ldirib, bu bizningki Turg'un Almasning, Muhammad bin Buğra'ning Qozog'istonda yozilgan Sabit Abdurahmon deganninki bir Uyg'ur nomisi bor. Uyg'ur nomi degan cho'ng 800 betlik bir kitob bor. Bu eng keyin yozilgan kitob. Bu Qozog'istonda besildi. Muallif bu kitobni qistirib o'tayli. Yezib kitobni nashriyotga topshirib, kelib o'tib yo'lda qazoga uchrab o'lib ketgan odam. Uyg'ur nomi degan o rus yoziqi, kiril arabida va arab arabida ikki qatim nashr qilindi. Bu uch kitobdan foydalanib yazdım. Ben bunu yazıştaki maqsadim oddiylashtirish Sharq Turkiston tarixini madda shaklga kelgandek oddiylashtırıp hem adam oddiy kitobxonlarni tushuna oladigan, bir xulosa chiqara oladigan, shu Qur'on kursidagi 10 yoshni oshgan, 15, 12, 15 yosh atrofidagi bolalar tushuna oladigan bir yozib qo'yib buni yozgandan keyin haqiqatan buni o'qiganlar menimki yazishdagi maqsadim amalga oshgandek biz Sharq Turkiston tarixiyati Uyg'urlardan o'qib ba'zi tushunilmagan masalalarni bundan yaxshi tushundik degan inkoslarni topshirib oldim. Neticede Qur'on kurslarida bu kitobni dars qilib o'qitganligini, dars programmasiga kirgizganligini anglab, men hali nima qilib qoldim. Rozi bo'lib qoldim. Shunda aka deganingizdek, bizning Sharq Turkistonning tarixini bo'libmi yosh bolalar, kichik bolalarimiz, yangi nesildagi bolalarning o'qib tushunishi intayin muhim. Tarixlarimizni bilishimiz kerak. Alloh razı olsun. Bu Sharq Turkistonning tarixini yozsak, undaqda hozir bizning beşimizga kelayotgan tarixlarni, ya'ni bizning burungi tariximiz bizga qanday yetib kelgan bo'lsa, bizning hozir yashayotgan beşimizga kelayotgan tarixni keyingi avlodlarimiz qanday yetkiza olamiz? Mush to'g'ri bir fikringiz bormi aka? Buni hozir bilayotgan voqeani xotirlayotganlar bo'lsa kerak. Uni xotirlayli deb nima qilayotganlarmi bor? Bu cho'qim o'tirg'i chiqdi. Masalan, 1990 yılı 4. ayının 5. 6. günleri ömümüz bilimiz Barin inqilabı bir inqilab olgan belkisi vaqtida to'g'ilganmi to'g'ilmaganmi bilmayman. Bu necha kunlik inqilab haqida chet elda o'chaqda matbuotimiz beydi, yani matbuot derken Türkiye'de, Germaniyada chiqadigan gazet jurnallar beydi. Hozir bir isim yo'q, endi tashkilot yo'q oldi. Hozir amma gazet jurnalimiz yo'q bizningki. O vaqtida bizning yerlik Türkçe gazetlarga chiqqan, bizning Uyg'ur matbuotiga masalan Uchqun gazeti beydi, bu televizionning qurg'uvchisi Abdujalil Qaraqash efendi nima chiqqan. Bu gazetga chiqqan, bizning Sharq Turkiston yoshlar gazetiga chiqqan, Birlik jurnal deb jurnal beydi, bunga chiqqan maqolalarni to'plab biz kitoblashtirgan. Barin inqilobining 15 yılı edip 2005 yılı. Bu yıl bu 97 yılı G'oljuda yuz bergan G'olju inqilobininki 23 yıllık münasebetinden hazır Kanada'da yaşayotgan Gülçen Abduqodir degan bir hanım 5. fevral arxivlerde bir kitap yazdı. Onu biz Teknik Uygur Neşriyatı'dan ötken ayda, yani yılın en ahirki günlere bu kitabını besip çıkardık. Hazır aldı.
Avustraliya, Kanadalık yetib berib bo'ldi. Bu kitabni shu 2 ayning 5 kunisi tarqatmoqchi. Shundaq bu voqealarni yana qarab etib qolmaydi. Cho'qim bir kitob bo'lib chiqadi deb ishonaman. Shundaq hozirgi beshimiz kelayotgan kulfatlarni albatta keyingi nesillarga albatta qoladi bularga. Xo'sh aka, 2019-yili Sharq Turkistonning qisqacha tarixi kitobini nashrlabsiz. Buningdan boshqa yana qanday kitoblarni nashrladingiz? Ya'ni sabiylarimiz, bolalarimiz uchunmi nashr qilgan kitoblaringiz bormi bu to'g'riliq bilan o'tagan bo'lsangiz? 2019-yili men uchun bir barakatli yil bo'ldi deb qarayman. Chunki men bu kitobni xeyli burun boshlagan bo'lsam, qayta ko'rib, boshqalar bilan maslahatlashib, ba'zi boshqalarning fikrlarini elib qisqartib, qo'shilgan narsalarni qo'shib uzun ishladim endi garchi kitob hajmi kichik bo'lsa-mu. Buni nima qilib qo'ygandan keyin yana shu bolalarningki ehtiyoji tug'ildi, ko'z oldimizga keldi. Bolalarga nima yo'q deganda o'qishliq adabiyot darsi bo'lmadi. Buni guruhlab tuzimizlab vaqtda unda imkon bo'lmag'achqa biz nimada tuzilgan adabiyot kitoblarininki bizga yaramaydigan nimalarni, mazmunlarni chiqarib, shundan foydalanib, men birinchi, ikkinchi bosqichlik qilib, yana 6-7 yoshdan 12 yoshlargacha bolalar o'qisa bo'ladigan ikki qismli adabiyotlar deb birinchi, ikkinchi bosqichda bu ikki kitobni chiqardim. 100 betlikdan 200 betlik atrofida kitob ikkisi. Buni mana mujaq, ya'ni asosan buni kitobxonlar emas, hozirgi shu Selim Pashadagi Uyg'ur o'quv nimasininki boshqa butun Turkiyadagi, Qaysaridagi Qur'on kurslarininki Uyg'ur tili qismiga bu kitobni kirgizib hozir bunday o'qishyapti-da. Undan keyin o'tgan yil 8-oyda Amerikada vafot qilib ketgan Abdullakim Boqiy Iltabirda bir kishi bo'ldi. U tunji shu bolalar adabiyoti yozuvchisi, Urumchida bolalar adabiyotida yozgan, Misha kelgandan keyin bolalar adabiyotida bir necha kitoblarni ayrim-ayrim qilib chiqargan. 2019-yilda bu kishiningki butun bolalar adabiyotiga atab yozgan she'r, bolalar she'rlari, qo'shoqlari, masallalari, bolalar hikoyalari bo'lib bir 400 betlik bir kitobni nima qilib to'plab Kurashchan ajdodlar degan ismda shunaqa qattiq muqovala qilib, nihoyat sifatlik qilib bostirib buni o'tdik. Bu kishining qo'lga tegib 13 kundan keyin Abdullakim Boqiy akamiz olamdan o'tdi, qazo qilib ketdi. Bu munosabat bilan u kishini bir qator eslab o'taman, Allohdan rahmat tilayman. Yaqinda shu 2012-yilning oxirida hammamiz bilamiz, O'rta asrda yozilgan Yusuf Hasaji tarafidan yozilgan va 80-yillarda Urumchida qayta nashr qilingan Qutatqu bilik edi. Qutatqu bilikning she'ri tarjimasi. Bu qo'limizda yo'qdi, chet ellarda yo'qdi, topilmaydi, vatanda topilmaydi. Buni biz Uyg'ur tadqiqot instituti bilan birlashib 2019-yilda bir yil shu kitoblardan nimalab ishlab 2019-ning eng oxiri Yusuf Hasaji yili bo'lish munosabati bilan o'tgan oyda bu kitobni besib tarqatdik, yig'in o'tkazdik. 2019'da qilgan muhim ishlar shu bo'ldi. Men uchun aytib barakatli bir yil bo'ldi deb o'ylayman. Alloh ajringizni qilsin. Amin. Undaqda programmamizning oxirida ekran oldidagi ko'rinmalarimizga yurak so'zingizni o'zi anglab boqamiz. Qayta salom aytaman. Hammasi xotirjam yaqinqi kunlarimizda bir xotirjamlikka va saodatga erishishini Xudodan tilayman. Rahmat. Shunda hurmatli ko'rganlar, bugungi suhbatimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Men Muhammad Amin. Allohga emanet.